Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yangi rubrika boshlaymiz. Bugun 2 dekabr. Endilikda meni o'rnimga robot savdo qiladi. Ushbu robotga 1 oy oldin $5600 pul qo'ygan edim. 1 oy davomida robot $2000 ga yaqin pul ishladi. Robot test holatida edi, shuning uchun kanalga video yuklamagandim. Endilikda inshaalloh har kuni robotda savdosini yuklab boraman. Shanba va yakshanbadan tashqari albatta. Ko'rib turganingizdek, robot 34 ta stelka qilgan. Ulardan 29 tasi foydada yopilgan, 5 tasi zararda. Umumiy foyda $173 tashkil qiladi. Ko'rib turgan soniyalar bu sentda keltirilgan, shuning uchun qilingan foydani 100 ga bo'lasizlar, chunki $1 100 sent bo'ladi. Agarda ushbu robot haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, profilimga o'tib birinchi havola orqali Telegramga kirib yozinglar. Men sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman.